Amerikada menimcha mana siz ham qaysidir ishlarda ishlaysiz, bizneslaringiz bor. Men g'irt bekorchi odamman-da, tushunyapsizmi? Futboldan oldin bir 3-4 kun konkretni dvijeniyalarni qilaman, futbolga tayyorgarlik ko'raman, hamma narsa qilaman, ishlaymiz. Qolgan payt shu blogging yuritganimda ham, ijod paytida ham svobodniy o'zim vaqtimdan kelib qolagan, masalan, bomdodda o'qiymanda, yarim soatdan keyin uxlayman. Xohlagan paytim turib, o'sha bo'yicha reja qilib, masalan, soat 2 dan 3 gacha syomka mana shunaqa qilaman. Amerikada unaqa qilib bo'lmaydi-da, aka. Amerikada 3 kun ishlamasangiz, hattoki mana Zafar akam 4-kun уже nimagadir muhtojlik sezib qoladi-da, chunki bu yerda har doim dvijeniyada bo'lish kerak, trakka qarash kerak, restoranga qarash kerak. Men unaqa odam emasman-da, aka. Men shu yallo qilib shu bir nima deydi, bir erkinlik odam, chunki men bilaman bu yerga kelsam ham nimadir tortib ketaman. Uverinman bu narsaga. Amerikada menimcha mana siz ham qaysidir ishlarda ishlaysiz, bizneslaringiz bor. Men g'irt bekorchi odamman-da, tushunyapsizmi? Futboldan oldin bir 3-4 kun konkretni dvijeniyalarni qilaman, futbolga tayyorgarlik ko'raman, hamma narsa qilaman, ishlaymiz. Qolgan payt shu blogging yuritganimda ham, ijod paytida ham svobodniy o'zim vaqtimdan kelib qolagan, masalan, bomdodda o'qiymanda, yarim soatdan keyin uxlayman. Xohlagan paytim turib, o'sha bo'yicha reja qilib, masalan, soat 2 dan 3 gacha syomka mana shunaqa qilaman. Amerikada unaqa qilib bo'lmaydi-da, aka. Amerikada 3 kun ishlamasangiz, hattoki mana Zafar akam 4-kun уже nimagadir muhtojlik sezib qoladi-da, chunki bu yerda har doim dvijeniyada bo'lish kerak, trakka qarash kerak, restoranga qarash kerak. Men unaqa odam emasman-da, aka. Men shu yallo qilib shu bir nima deydi, bir erkinlik odam, chunki men bilaman bu yerga kelsam ham nimadir tortib ketaman. Uverinman bu narsaga.